Tokio Paralimpiya o'yinlarida kumush medal sohibi bo'lganimizda hurmatli prezidentimiz tomonidan shu uy hadya sifatida bizga berilgan. Prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildirib o'tishni lozim deb topdim. Turmush o'rtog'ingiz uy ishlarida yordam beradilarmi yo'qmi, to'g'risi? To'g'risi qarasharlar. Bu medal men uchun juda ham bir nima deydi, qadrli. Sababi bu medalga yetish uchun juda qattiq harakat qilganman. 1 kiloga yetkazganman Tokioda ham. O'qituvchimiz sizdan chiqadi zo'r, yaxshi natija bu hozirga deb. Shu qiziqib kirib ketganman. Hech qachon hayolimga kelmagan, chunki bunaqa paralimpiya sport turlari borligi haqida xabarim bo'lmagan u paytda. O'g'lim sal sho'xroq, o'sha trenajyorlarga yopishib, men kachokman deb qo'llarini ko'tarib oladi rosa. Somsani yaxshi qiladi deyishdi. Bu qanchalik to'g'ri? Balki sinab ko'ramizmi? Pishirib beraman, yeb ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bolalarim yonimda bo'lishini juda ham xohlaymiz. Qarab to'ymayapmiz-da. O'shanga o'zimizdan ajratgimiz kelmaydi. Marhamat. Kelinglar birga somsa yeymiz. Shirin chiqdi. Gentra haydaganman. Birinchi haydagan mashinam Gentra bo'lgan. Katta bolalar mashinasi deyishadi. Qizim tug'ilganidan keyin sal ozgina vesim oshib ketdi. Pamosga o'tirganimdan keyin baqirib, ichimdagi hamma hayajonni chiqarib yorib, o'sha baqirgandan keyin qanaqadir kuch keladi, uni bilmadim, tasavvur qilib bera olmayman. Qurbon hayitiga o'g'limizga mashina sovg'a qilamiz deb niyat qilib turdik. Mana shu bugunga nasib qilgan ekan. Mercedes G-lik mashinasini tavsiya qilishdi. O'ynab, xursand bo'lib, ko'zimizni quvnatib yursa, shu bizdan baxtli odam yo'q.